Yo, WhatsApp do'stlar, men sizlar bilan Lizer anchadan beri video olmayapman. Короче, survivaldagi hayotimni sizlarga ko'rsatib beraman. Nima qilaman? Выживание qilaman, nima qilardim? Anchadan beri o'ynayapman, boyiganman, sizlar bilan ko'rsataman. Xo'p, qornim och qoldi. Nima yesak bo'ladi desa, bizda juda ham ko'p ovqat bor. Juda ko'p ovqat bor. Tarvuzlarni topib olganman. Olmalarni yig'ganman. Bitta noyishimizdan nima yerdik? Kiyimlarni kiyib chiqish kerak. Masa yomon bo'ladi lekin. Ovqat yeyoraylik o'zi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Lizer boshqatdan salomlashyapman. Mayli, ovoz chiqmay qoldi. Qandaysizlar do'stlar? Video boshlandi. Hop, bu birinchi uyim bo'lgan meni. Joyli. Bitta o'tiradigan joy. Bilan qilib qo'yganman. Mamut polis ekinlar bor joy, bitta suv turadi. Kerak bo'lib qoladi, короче. Bu yerda birinchi boshlaganman bu yerda ham. Sandiqda hech vaqo yo'q degan bo'ladi. Ikkinchi qavatda qo'yadigan yotadigan joy vashi qo'ng'ir qish qurilgan. Qurib tashlaganman to'g'rirog'i. Ba'zi survivalda neto joyda tushib qolganman-da. Qaranglar qanaqa joy. Keyin men bitta yangi uy qurdim. Majbur bo'ldim. Chiroyli chiqqanini qaranglar. Hop. Bizning videomiz mening hayotim boshqacha. Shuni aytaman. Hop, ertalabdan turamiz. Bit qo'lni yuvamiz. Polis ekinlar hali o'smagan bo'ladi. Shuning uchun biz hali ter bo'lmaymizda uyga kirib yana yotamiz. Sen aldagan bo'laman-da. Aman, ertalabdan turaman. Polislar meni yig'ol deb turgan bo'ladi. Olaman. Suvga tushib ketadi, suvdan olaman. Keyin yana qaytadan egib chiqaman. Zinasi o'zimga qoladi. Kartoshkani ham terib olaman. Yana suvga tushib ketgan bo'ladi. Shoh! Creeper! Joyni buzdi. Ay. Creeper. Yomon creeper, yomon ko'raman. Shu yerimda ham buzdi. Eshik qo'ysam o'lamanmi shu yoqqa? Ko'rmasdi meni. Taxta bilan to'g'rilayman endi noiloj. Voy. Joyim yo'q ketdi.
eshik qo'yamiz. Eshik bormikan? Menda yo'q ekan. Eshik. Qo'yamiz endi bu eshiklarni. Qo'ymasak ham bo'lmasdi. Ko'rishlar nima bo'lgan? Ko'rib qoldi, keyin men portladi. Pa! Men shu olmani yaxshi ko'raman-da, sevaman. Xo'p, narsalarni qo'yamiz. Keyin sabzavotlarni oshxonaga qo'yaman. Kartoshka ekdik. Chiragan chiqib qoldi. Molga bervordik. Molga bervordik. Juda ham zo'r qo'shar shu. Keyin uyga kirib dam olaman. Xo'p, bir narsa reklama qilishim kerak. Daisy Craftga ham obuna bo'linglar. Daisy Craft. Esinglarda qoldi. Daisy Craftga ham obuna bo'lib qo'ying. Agar mana shu videomni ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosing bo'ldi. Azashning like bosing. Keldi. Короче, o'rtog'im bilan ertagami vijivani qilamiz. O'rtog'imga shu uyni beraman. Mana shu uycham kichkina. Kattasida o'zim yashayman. İşte mana bunaqalar bir o'z holatda короче, mebellar. Xo'p, meni survivalda hayotim shunaqa o'tadi. Keyin men konga tushim keladi. Chunki qiladigan ish yo'q. Mana shu bor. Kuchayban bo'lganman, ko'ryapsizlar, 20. Qashta olay. Bir kiraylikchi. Fakirlarni o'zim qo'yib chiqqanman. Yo'may, ko'rdinglarmi qanaqa boyman men. Ko'ryapsizlarmi? Oltinlar, temir ham topgan, hammasini olib ketganman. Mana ko'mir ham turibdi, olinmagan dars. Ko'rdinglarmi? Olinmagan. Xo'p, endi oltinlarda ozginasini olib ketamiz. Pechkada pishiramiz. Уже mana kech bo'ldi. Temirda pishirgunimcha kecham bo'ladi, uxlayman. Har xil tovushlar eshitilyapti. Ko'chada o'tirdim. Deb baqirib yotibdi. Короче, uzr. Temirda pishiraman. Короче, bugungi video tugadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan bugun survivaldagi hayotim haqidagi videoni tomosha qildilaringizlar. Videoni ko'rganlaring uchun rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr. Bye bye.